Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun men gidroponikani nimaligini yana bir marta tushuntirib bermoqchiman. Chunki ko'p savollar bo'ladi. Baribir hali tushunmovchiliklar bor ekan. Nima demoqchiman? Gidroponika degani suvda ma'lum bir o'simliklarni o'stirish, misol uchun bug'doy, arpa, jo'xori shunga o'xshagan narsalarni suvda o'stirishga etiladi. Misol uchun boshqacha mikrozeli, misol haligi salat bayi deydi, rukkola shunga o'xshagan narsalarni ularni faqat suvda emas, unga yana mikroelementlar, ma'lum bir ozuqaviy moddalar suvga qo'shib beriladi. Bizani holatda mana shu narsaga hech qanaqa ozuqaviy modda qo'shmaymiz. Faqat suv, bug'doy yoki arpa. Shuni kuchi bilan shuncha o'sib chiqadi. Ya'ni bu kuch qayerdan keladi? Bug'doyi yoki arpaning ichidagi energiya suv va nur tegandan keyin uyg'onib ketadi. Allohning ne'mati. O'shaning ichidagi bug'doy ichidagi zich bo'lib turgan moddalar birdaniga uyg'onib, vitaminlar hosil qiladi. Ma'lum bir aminokislotalar, ma'lum bir oqsillar, fermentlar, xlorofil, mana yashil sohasi xlorofilga boy bir o'simlikka aylanadi. Shuni gidroponika deyiladi. Endi buni gidroponika misol uchun deylik 1,5 kilo eksak 10 kilo bo'lyapti bir 6-7 kunda. U degani o'sha 1,5 kilo ichida kerakli moddalar bor degani. Qolgani misol uchun o'sha 7 dan 1,5 bo'lsa mana 5,5 kilo bu suv bo'ladi. Suvdan iborat. Suvning ichida biza aytgan o'sha mikroelementlar, vitaminlar, aminokislotalar suzib yuradi, ular tirik holatda bo'ladi, aktiv holatda bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni buni iste'mol qilgan misol uchun bizlar uy hayvonlarimiz o'shani aktiv holatdagisini iste'mol qiladi-da, bularga o'sha o'sishiga, sog'lom bo'lishiga va o'zini ovqatlari tez hazm bo'lib, tez to'qimaga borishiga yordam beradigan narsaga aylanadi. Buni misol uchun quritib berib yoki boshqacha asrab qo'yib berib bo'lmaydi. Xuddi hali men ko'rsatgan odam ichadigan vidgras bor-ku, shuni biz hayvonga beryapmiz-da, faqat uni sokini chiqarib bermaymiz, buni kletchatkalari bilan birga beryapmiz. Farqi shu. Kletchatka ovqatni hazm bo'lishiga va ichi mikroflorasiga kerak bo'ladigan bir quruq qismi. Tushuntira oldimmi? Hop, shunaqa. O'shaning uchun buni maksimalniy foyda bo'lishi uchun mana shu 6-7 kunlikda demak hayvonlarga beramiz. Endi savollarga o'tamiz. Ko'p uchraydigan savollar. Qo'ylarni ichi ketmaydimi berganda deyishyapti. Kam-kamdan bersanglar, hamma qo'ylar ham, tovuqlar ham, kurkalar ham bir xil o'rganib boradi. Birdaniga ko'p bermaymiz. O'sha misol uchun men tushuntirdim. Buni qo'shgan saringiz quruq berayotgan yemingizdan olib tashlashingiz kerak. Misol uchun bundan 200 gram bersangiz, ani quruq yem 1 kilo berib turuvdingiz bir sutkada. 200 gram undan kamaytiradi. Demak 800 gram. Misol qo'y misolida ko'rsatgan edim. Qo'yga 50 kilolik, tirik vazni 50 kilolik qo'yga bir kunda, bir sutkada 1 kilo mashindan berish mumkin. Bo'lib berasizmi, bir mahal berasizmi, uni farqi yo'q. Xohlaganingizcha, lekin 1 kilogacha olib chiqasiz. Azginadan berib. O'sha olib chiqayotganingizda quruq yemni sekin pasaytirib borasiz. 1 kiloga chiqdimi, bo'ldi, bundan oshirmang 50 kilolik qo'yga. Quruq yemingiz o'sha azgina pasayadi. Misol uchun 5-600 gramga tushib qoladi. Qo'y o'sgan sari buni ham ko'paytirasiz, quruq yemini ham yeyishiga qarab ko'paytiraverasiz. Hashaga ham berish kerak. Tushunarlimi? Tovuq kurkalarga ham shunaqa. Tovuqlarga masalan 50 gramdan 100 gramgacha bir sutkada, kurkalarga 200 gramdan 300 gramgacha bir sutkada. Lekin quruq yemlarini hammasini vaqtida yeb turadi. Esingizda tursin shu narsa. O'sha qo'ylarga hashagini ham berishinglar kerak. Yegancha berasizlar. Tushunarli? Xo'p, keyingi masala. Xo'p, faqat shu bilan boqsa bo'ladimi? Yo'q, faqat shu bilan boqsa bo'lmaydi. Bu vitaminli kompleks, tushunarliga nimagaligini. O'shaning uchun buni o'sha yemini ham, hashagini ham berish kerak, чтобы qo'ylarga yoki o'sha hayvonlaringizga energiya bo'lsin, ham
oqsil qo'shilsin, massasi ko'payish uchun o'sha quruq yem hashigini beramiz. Xo'p, mana debdilar, mana podvolda gidroponikam o'sdi, lekin sariq bo'lib qoldi. Uni sababi svet yetmayotgani. Mana bunaqa led lampami yoki o'sha led lentami o'rnatish kerak, чтобы mashinga tushib turishi uchun. O'sha sariq narsa bir pasda yam-yashil bo'lib qoladi. Xo'p, hashi yemay qo'ymaydimi deyishibdi. Yo'q, hashiyi yegancha beraverasiz, lekin yeyishi nisbatan kamayadi oldinga nisbatan. Xo'p, keyin aytishibdiki, sigirlarni suti ko'payadimi debdi. Endi men sigir boqmaganman bu bilan, lekin manbalardan o'rganib chiqqanimda, mana Yevropada keng qo'llaniladi, Amerikada keng qo'llaniladi. Sigirlarning suti 20% dan 30% gacha ko'payadi degan. Lekin o'shanda ham sigirlarni qanaqa o'sha usloviyasini, ya'ni turar joyi yaxshi quruq bo'lishi kerak, uni yuvib turish kerak, o'sha sigirlarga qanaqa uxot kerak bo'lsa, o'sha maksimalni yaxshi uxot kerak. Va shu bilan shunaqa bo'lishi kerak. O'shanda haligi sigirlar ham, qo'ylar ham hammasi haligi muvozanatli ovqatlanish degan tushuncha bor. Ya'ni sbalansirованное питание deydi. Hamma narsa me'yori bilan berilishi kerak. Faqat quruq bir narsada faqat o'tda emas. Hamma narsa balans degani muvozanat. Bundoq qaraysizlar, bundan bersanglar, bundan yemayaptimi, demak buni ko'paytirib, buni kamaytirasizlar. Tushunarli, shunaqa bo'lishi kerak. Keyin hali wheatgrass, hali men ichib ko'rsatayotgan narsa, uni xolodilnikga qo'yish kerakmi? Yo'q, wheatgrassni hali anaqa mayda idishlarga quyib chiqqandan keyin srazu morozilkaga, отдельный idishga, usti yopiladigan idishga qo'yish kerak. Чтобы unda haligi oksidlanish reaksiyasi bo'lardi-yu, men o'tganimizdagi. O'shanaqa окисление bo'lib qolmasligi uchun boshqa narsalar bilan aralashib, hidlar bilan aralashib, o'zini demak foydali xususiyatini yo'qotmasligi uchun srazu morozilkaga qo'yiladi va uni uzog'i bilan 2 oygacha ichib qo'yish kerak bo'ladi, ishlatib olish kerak bo'ladi. Keyingi savol bo'pti. Tovuqlar tuxumni cho'qib yeb qo'yapti, nima qilsa bo'ladi deyishibdi. Men unga отдельный bitta video qilaman. O'sha menda ham shunaqa holat bo'lgani uchun o'sha tuxum qo'yadigan idish yasaganman. Uni ham ko'p narsani internetdan o'rganganman, ma'lum bir o'zgartirishlar kiritganman. Uni to'liq video qilib chiqaraman, xudo xolasa. Xo'sh, yana nima? Xo'p, yana nimada ko'p latok haqida so'rashadi. Ko'p latok xatdan oldingiz, nimadan yasalgan? Latok Fomex degan narsadan yasalgan. U OLXga kirsanglar bor, 5 mm-ligini, qalinligi 5 mm-ligini olinadi. Uni etilgan. Xo'p, endi xonani temperaturasini ham aytganman. Xona o'sha gidroponik o'stirilayotgan xonaning temperaturasi +15 dan +22 gacha bo'lish kerak. Shu oraliqda bo'lish kerak. Undan pastga tushish ham kerak emas, tepaga ham chiqib ketish kerak emas. Xo'p, necha mahal suv sepish kerak mana shu gidroponikaga? Gidroponikaga kamida 2 mahal, bo'lmasa 3 mahal suv sepiladi. Tushunarliga? Keyin eng asosiysi, meni YouTube ссылкам bor. Hammada o'sha YouTube ссылкамda o'sha YouTube'da hamma videolarimni ko'ringlar, iloji boricha o'tda hammasini hijjalab tushuntirganman. Qolgan videolarni ham ko'ringlar, o'sha yerda aniq hammasini aytib o'tganman. Oldin yaxshilab ko'rib olinglar-da, ma'lum bir narsalar tushunmasanglar, so'rasanglar bo'ladi. Shu bilan ertagachami yoki indingachami ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, yaxshilikda ko'rishinglar.